Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videoda sizlar bilan Deadline 2 topshiriqlari yechimlarini ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan doim birlik Murodjonov tomonidan Tatu Farg'ona filiali 1-kurs talabasi. Demak, birinchi o'rinda biz CodeBlocks dasturiga kirib yangi proyekt ochamiz. Buning uchun Create New Project mana bu knopkani bosishimiz mumkin yoki File menyusidan New Project menusini tanlashimiz mumkin. Demak, biz Console Application tanlaymiz. Next bosamiz, C++ dasturlashtirishni tanlaymiz. Project title yozamiz. Hop. Biz deadline 2. Hop, papka tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar biz bu yerda papka tanlamasak, bizga keyinchalik xato chiqarib beradi. Demak, men o'zimda fdisk project laboratoriy ishlari papkasi bor edi. Mana laboratories va shu yerga saqlaymiz. Demak, mana F Projects Laboratories Deadline 2 papkasida proyekt yaratiladi. Next tugmasini bosib, bu yerda hech narsaga tegishimiz shart emas va finishni boshlaymiz. Bizda mana bunday oyna ochiladi, bo'sh oyna. Bundan qo'rqish kerak emas aslo. Bizda mana chap tomonda proyekt strukturasi ko'rinib turadi. Deadline 2 va Sources papkasida main cpp fayli bor. Bu bizning proyektimizning asosiy fayli. Demak, o'tgan safargi videomizda ayrim tushunmovchiliklar bo'lganligi uchun bu safargi videoda barcha kodlarni main funksiyasi ichida ishlatib ko'ramiz va keraksiz bo'lgan funksiyalarni biz kommentariyga olib qo'yamiz, ya'ni kerak bo'lgan odam o'zi ishlatib olishi mumkin bo'lishi uchun. Birinchi laboratoriya ishiga o'tamiz. Bundan oldin esa birinchi laboratoriya ishi deb kommentariy qoldiramiz. Demak, birinchi topshiriq. Okey. Endi topshiriqni o'qiymiz. Вычислить сумму чисел от 1 до 10 с помощью цикла и вывести результат на экран. Bizda so'ralayotgan narsa bu 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini sikl yordamida topish va natijani ekranga chiqarish. Bizda buning ko'p usullari bor. Misol uchun for, while, goto, do, while operatorlari yordamida bu masalani ishlashimiz mumkin, lekin biz asosan for sikldan foydalanamiz. Ayrim laboratoriya ishlarida, ayrim topshiriqlarda while siklini ham ishlatib ko'rsatib beramiz, lekin goto siklini, goto operatorini ishlatish ko'pchilik tomonidan maslahat berilmaydi. Demak, biz birinchi o'rinda kiritib olishimiz kerak bo'lgan narsalar bu bizda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar yo'q, shuning uchun to'g'ridan to'g'ri for siklga o'tamiz. Demak, for sikli o'zida 3 ta parametr qabul qiladi, ya'ni 3 ta ma'lumot kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi for siklini hisoblovchi o'zgaruvchi i deb olamiz va i birinchi navbatda bizda 1 ga teng. Bundan oldin bir narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Demak, bularning yig'indisini hisoblash uchun biz yana bitta o'zgaruvchidan foydalanamiz. Bu sum o'zgaruvchisi. Sum o'zgaruvchisini biz integer turida e'lon qilamiz, chunki butun sonlarning yig'indisi ham butun son bo'ladi. Bizda yig'indi boshida 0 ga teng. Demak, for siklining ikkinchi argumenti, ikkinchi parametri bu sharti, ya'ni for sikli qaysi shartgacha bajarilishi kerak. Bizda 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini topishimiz kerak bo'lgani uchun biz i ni 10 dan kichkina yoki teng bo'lguncha for sikli ishlasin deb shart beramiz. Demak, uchinchi shartimiz, uchinchi operatorimiz bu i ning qanday o'zgarishi. I bizda bittaga ortib boradi, chunki biz 1 dan 10 gacha bo'lgan har bitta sonning yig'indisini hisoblayapmiz. Demak, i++, ya'ni inkrement operatoridan foydalanamiz. Bu i ning qiymatini bittaga oshirib beradi bizga. Demak, for ning oddiy ko'rinishidan foydalanamiz. Sum sum teng sum plus 1 i. Xo'p, bu yerda bizda nima bo'lyapti? Demak, sum boshida bizda 0 edi. Endi sumga mana bu 1 qo'shilyapti va yana sikl boshiga qaytib kelyapti. Endi bizda i++ inkrement operatori ishga tushganligi sababli i bizda 2 ga teng, i 10 dan kichkina va shuning uchun for sikli yana bajariladi. Demak, bizda bu yerda 1 bo'lgan edi. Endi 1 ga shu 1 va 2 ni qo'shish natijasini tenglab qo'yapti. Bu yerda tushunarsiz narsa yo'q deb o'ylayman. Juda ham sodda ko'rinishdagi for sikli va natijada oxiri bizga demak sumni chiqarib berishi kerak bo'ladi. Cout operatori orqali sumni ekranga chiqaramiz va chiroyliroq ko'rinishi uchun, shunchaki chiroyliroq ko'rinishi uchun biz bu yerga demak
summa teng summa ravno deb qo'shib qo'yishimiz mumkin, faqat dastur chiroyli va tushunarli bo'lishi uchun. Demak, dasturni ishga tushirishdan oldin bir narsani eslatib o'tishim kerak sizlarga. Bu C++ dasturida rus tilidagi, ya'ni kirill alifbosidagi harflarni ishlatishimiz uchun bizga setLocale funksiyasi kerak bo'ladi. setLocale funksiyasiga lcall parametrini beramiz birinchida va Russian deb yozamiz. Shunchaki buni yodlab olsangiz kifoya va tushunishingiz uchun bu shunchaki dasturda rus tilidagi rus alfabetidagi harflarni ishlatishga imkon yaratib beradi. Demak, kodni ishga tushirish uchun F9 tugmasini bosamiz va bizda dastur hech qanday xatolarsiz ishlamoqda. Mana 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 55 ga teng. Haqiqatan ham shunday. Shuning uchun biz dastur to'g'ri ishlaganiga ishonch hosil qildik. Endi ushbu kodni biz kommentariyaga olib qo'yamiz. Ya'ni ko'p qatorli kommentariy qo'yish uchun bizda mana shu yulduzcha va bo'lish slash ishlatiladi belgisi. Endi ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Demak, ikkinchi topshiriqni shartini o'qiymiz. Вычислить сумму чисел от 5 до 20 с помощью цикла и вывести результат на экран. Xuddi shunday masala, birinchi topshiriqqa o'xshash masala, faqat bizda bu yerda demak 5 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblab berish kerak. Xuddi shu koddan foydalanamiz, faqat yagona o'zgartirgan narsamiz bu bizda for siklining ichidagi shartni o'zgartirish bo'ladi. Demak, bizda birinchi holatda 1 dan 10 gacha edi. Endi esa 5 dan 20 gacha bo'lishi kerak. Ya'ni i ning boshlang'ich qiymati bizda 5 ga teng va u ushbu sikl i 20 dan kichkina yoki teng bo'lguncha ishlashi kerak bo'ladi. Demak, F9 tugmasini bosamiz va dasturni ishga tushiramiz. Kompilatsiyadan o'tdi va mana 5 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi bizda 200 ga teng deb chiqarib beryapti. Bu yerda ham kod tushunarli deb o'ylayman. Ikkinchi topshiriqni ham kommentariyaga olib qo'yamiz. Xo'p, endi uchinchi topshiriqqa o'tamiz. Uchinchi topshiriq. Okey. Endi bizda uchinchi topshiriq. Вычислить сумму четных чисел от 10 до 100 с помощью цикла и вывести результат на экран. Demak, bizda bu yerda shartimiz ozgina o'zgarmoqda. 10 dan 100 gacha bo'lgan juft sonlarni chiqarib berish kerak. Ya'ni 2 ga qoldiqsiz bo'linadigan sonlarni. Biz juft sonlarning aynan shu xossasidan foydalanamiz, ya'ni 2 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak bo'lganligidan. Demak, biz sum o'zgaruvchimizni kiritib olyapmiz. Keyin yaxshisi o'sha birinchi kodimizni o'zgartiramiz. Shunchaki 10 dan 100 gacha qilib qo'yamiz bu yerini va qolgan joyini alohida tushuntirib beraman. Xo'p, bizga mana bu kod hozircha kerak emas, chunki biz for ning ushbu ko'rinishidan foydalana olmaymiz. Biz mana bunday figurali qavslardan foydalanamiz, chunki for dan keyin 2 ta yoki 3 ta operator ishlatishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda biz if orqali tekshirib olamiz, berilgan son, ya'ni i 2 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Ya'ni mana bu prosent belgisi bizda qoldiqli bo'lishini anglatadi, ya'ni o'sha i sonini 2 ga bo'lganimizdagi qoldiqni chiqarib beradi. Biz buni taqqoslash operatori yordamida, ya'ni ikkita tenglik belgisi yordamida 0 ga teng yoki teng emasligini tekshirib olamiz. Ya'ni agar 2 ga qoldiqsiz bo'linsa deb ketamiz va bu yerda endi o'sha o'zimiz ko'rgan sum teng sum plus i operatsiyasini bajaramiz. Xo'p, bizda bu yerda nima bo'lyapti? Agarda berilgan son 2 ga qoldiqsiz bo'linsa, ya'ni u juft bo'lsa, summani o'sha berilgan songa orttirish, ya'ni qo'shish amali bajarilmoqda. Agar son 2 ga qoldiqli bo'linsa, bu narsa bajarilmaydi va keyingi xatga o'tiladi. Shunday qilib 10 dan 100 gacha bo'lgan juft sonlarning yig'indisi hisoblanadi. F9 tugmasini bosamiz, dasturni ishga tushiramiz. Demak, 2530 bizga dastur chiqarib beryapti. Buni o'zingiz agar ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, kalkulyatorda ham hisoblab ko'rishingiz mumkin, lekin buni maslahat bermayman. Demak, biz ushbu kodni ham kommentariyaga olamiz va 4-laboratoriyaga 4-topshiriqqa o'tamiz. 4-topshiriq quyidagidan iborat. Вычислить сумму несчетных чисел от 50 до 100 с помощью цикла и вывести результаты на экран.
xuddi o'sha 3-topshiriqdagi koddan foydalanamiz va uni birozgina o'zgartirib qo'yamiz. Endi shartni biz hop 4-topshiriq. Demak, bizda o'sha summa 0 deb e'lon qilinyapti. Siklimizda bizda hop 50 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni tekshirish kerak. Ya'niki ning birinchi qiymati 50, ikkinchi qiymati 100 gacha qolyapti ekan demak. Biz bu yerda i ning 2 ga bo'lingandagi qoldig'i 0 ga teng ekanini tekshirgan edik. Endi to'q sonlar uchun 2 ga teng emasligini tekshiramiz. Bizda C++ da biron bir qiymat ikkinchi qiymatga teng emasligini tekshirish uchun mana bu operatordan foydalaniladi, ya'ni o'sha undov belgisi va bitta teng belgi mana bu chap tomondagi qiymat o'ng tomondagi qiymatga teng emasligini anglatadi. Va bu narsa bizga boolean turdagi, ya'ni o'sha logicheskiy velichina qaytaradi, true yoki false. Va true bo'lganida, ya'ni son to'q bo'lganda mana bu operator mana bu ifoda ishga tushadi va yig'indilar qo'shib chiqiladi. Demak, dasturni ishga tushiramiz F9 tugmasi orqali. Va mana bizda 50 dan 100 gacha bo'lgan to'q sonlarning yig'indisi 1875 ga teng bo'lib chiqarib beryapti. Xo'p, ushbu kodni ham kommentariyaga olamiz. Demak, endi 5-topshiriqqa o'tamiz. 5-topshiriq. Окей, 5-топшiriq. Вычислить сумму четных чисел от 100 до 20 с помощью цикла и вывести результат на экран. Demak, bizda 10 dan 20 gacha bo'lgan juft sonlarning yig'indisini topib, ularni ekranga chiqarish. Bu topshiriq bizda 3-topshiriq bilan bir xil, faqatgina qiymatlar boshqacha 10 dan 20. Demak, xuddi o'sha 3-topshiriq kodini olamiz va qiymatlarni ozgina o'zgartirib qo'yamiz. Bu yerda hech qanday yangilik yo'q, faqat o'sha sonlar boshqacha. 10 dan bizda 20 gacha. Demak, birinchi qiymat 10 bo'lib qoladi. Bu yerni esa 20 qilib o'zgartiramiz. 1 dan 10 dan 20 gacha bo'lgan juft sonlarning yig'indisi bizda 90 ga teng. Oddiy misol, kalkulyatorda tekshirib ko'rishingiz mumkin bemalol. Return funksiyasi metodi ishlatilgan. Okey. Hop, endi 6-topshiriqqa o'tamiz. 6-топшiriq. Вычислить сумму нечетных чисел от 100 до 1000 с помощью цикла и вывести результат на экран. Bizda ushbu masala 4-masala bilan bir xil ekan. Ozgina o'zgartirish kiritish uchun ushbu masalani while sikli yordamida ishlatib beraman. Demak, 100 dan 1000 gacha bo'lgan to'q sonlarni hisoblash funksiyasi kodi. While operatoridan foydalanamiz. Hop, bizda sum e'lon qilinadi. Sum Okey, while. Hop, biz bu yerda bir dona qiymat beramiz while ga, ya'ni biron bir shart. O'sha shart true bo'lguncha, ya'ni o'sha ifoda to'g'ri bo'lguncha mana shu while sikli ishlaydi. Biz demak yana bitta o'zgartirish kiritamiz. I teng 100 deb beramiz, ya'ni i ning birinchi qiymati 100. Bu yerda esa i kichkina yoki teng 1000 ga deb shart beramiz. Ya'ni while siklini ichidagi kodlarimiz i 1000 dan kichkina yoki teng bo'lganda ishlaydi. Demak, bu yerda endi mana bu koddan foydalangan holda tekshirib olamiz. If i qoldiqli bo'lish 2 teng emas 0 ga, ya'ni 90, va bu yerda sum plus yana bitta yangilik ko'rsatib o'tamiz. Sum plus teng i. Xo'p, bu kod nima ish qiladi? Sum plus teng i kodi xuddi mana bu sum ravno sum plus i kodidagi bir xil ish qiladi. Ya'ni sumga o'zining qiymati va i ni qo'shib beradi. Xo'p, sumning qiymatiga i ning qiymatini qo'shib beradi. Ya'ni chap tomondagi songa o'ng tomondagi sonni qo'shib, mana bu chap tomondagi songa tenglab beradi bizga. Endi bundan so'ng biz yana bir narsani unutib qoldirmasligimiz kerak, i increment. Ya'ni biz bu yerda agar for ni ichida qilgan bo'lsak bu ishni, endi esa while ni tanasida, ya'ni kodni o'sha strukturasini ichida qilishimizga to'g'ri keladi, chunki biz bu yerda o'sha narsani bermadik.
Agar biz buni olib tashlasak, ushbu sikl cheksiz ishlaydi, chunki i teng 100 doimo mingdan kichkina bo'lib qolaveradi. Xo'p, endi bu kodni ishlatish uchun ham F9 tugmasini bosamiz. Mana ups, biz cout operatorini unutib qoldiribmiz. Demak, cout sum qilib qoldiramiz. Sum teng sum. Okey, F9 tugmasi kod ishladi va sum teng 247.500 natijasi chiqdi ekranimizga. Bu kodni ham kommentariyaga olib qo'yamiz va 7-topshiriqqa o'tamiz. Hop, 7-topshiriq. Bizda вычислить сумму чисел от 10 до 20 до 50 с помощью цикла. Bu ham xuddi o'sha birinchi topshiriqdek ekan, lekin sonlar boshqacha, 10 dan 50 gacha. Biz shunchaki birinchi topshiriq kodini olishimiz mumkin. Hop. Tak. Kommentariyalar bilan ko'chirib olaman, keyinchalik kommentariyalarni olib tashlayman. Okey. Значит, bizda 10 dan 50 gacha bo'lgan sonlar. Uning birinchi qiymati 10, ikkinchi qiymati 50. F9 tugmasi. Mana 1230 deb natija chiqarib beryapti. Endi biz bemalol ushbu kodni ham kommentariyaga olib qo'yishimiz mumkin. Sakkizinchi topshiriq. Summa чисел minus 10 dan 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini sikl orqali hisoblash. Bu ham xuddi o'sha kod. Faqat i'ning birinchi va yakuniy qiymatlari o'zgargan. Demak, i minus 10 biz bu yerda manfiy sonlar berishimiz ham mumkin. I'ning ikkinchi qiymati esa mana ko'rib turganingizdek 10 ga teng. Bu dastur ham to'g'ri ishlaydi va hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, 9 tugmasi orqali ko'rib turganingizdek 0 ga teng, chunki biz bu yerda i minus 10 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 0 ga teng. Albatta, chunki bu yerda bir xil qiymati modul bo'yicha bir xil, lekin belgisi har xil sonlar qatnashgan, shuning uchun 0 ga teng. Endi bu kodni kommentariyaga olib qo'yamiz va 9-topshiriqqa o'tamiz. Hop, 9-topshiriq. Вычислить произведение чисел от 5 до 20 с помощью цикла и вывести результат на экран. Endi bu yerda ozgina o'zgarish bo'lyapti. Biz 5 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Biz boshida yig'ini hisoblayotganimizda sumni demak 0 deb olayotgan edik. Chunki 0 dan boshlab qo'shib ketishimiz kerak. Endi biz bunday qila olmaymiz. Biz sumni 1 qilishimiz kerak. Nomni o'zgartirishimiz ham mumkin. Misol uchun multiple deb qo'yishimiz mumkin, lekin tushunarliroq bo'lishi uchun biz sum deb qoldiramiz va 1 ga tenglaymiz. Agar biz buni 0 qilib qoldirsak, ko'paytmalarimizning natijasi 0 ga teng bo'ladi, chunki 0 ni ko'paytirib chiqishimizga to'g'ri keladi. For cycledan foydalanamiz yana. Demak, eng bizda boshlang'ich qiymati 5 ga teng, yakuniy qiymati esa 20 ga teng. 5 i kichkina yoki katta 20 dan va i'ning qiymatini oshirib borish. Demak, sum teng sum ko'paytirilgan i, ya'ni o'sha birinchida berilgan 1 ni yangi kelgan songa 5 ga ko'paytiradi va bu yerda 5 ga teng bo'ladi. Ikkinchi marta sikl keladi, endi esa 6 ga teng. Mana bu inkrement operatori ishlagan sababli 6 ni 20 dan kichkina bo'lgani uchun mana bu yerda hosil bo'lgan 5 ga ko'paytirib 30 qabul qiladi va shunday davom etadi. I 20 dan kichkina yoki teng bo'lgan paytda, ya'ni o'sha shart bajarilganda va natijani chiqaramiz. Okey, значит, произведение
dasturimizni ishga tushiramiz. Mana произведение ozgina texnik nosozlik bo'ldi, chunki bizda 5 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi integer turidagi sonlarning chegarasidan chiqib ketib qoldi. Biz long ishlatib ko'ramiz bu holat uchun. Kattaroq sonni ko'rish uchun bizda long ham ishlamadi, chunki ko'rganingizdek bu yerda juda ham katta son, demak 3 xona va 644.459.000. Bunday holatda biz long operatoridan long turidan foydalanishimiz mumkin. Menimcha mana ko'rib turganingizdek juda ham katta son hosil bo'lyapti bizda. Aynan shuni tekshirish uchun berilgan menimcha topshiriq. Bundan so'ng ham long ishlatamiz agar ko'paytmalar berilgan bo'lsa. Endi 10-topshiriqqa o'tamiz. Kommentariy yozib qo'yamiz buni. 10-topshiriq. Xo'p, bizda demak 10-topshiriqda -100 dan 100 gacha bo'lgan sonlarning juft sonlarning, ya'ni 2 ga qoldiqsiz bo'lmagan sonlarning ko'paytmasini topishimiz berilgan va natijani e'longa chiqarishimiz kerak. Yana xuddi o'sha usul long yordamida sum o'zgaruvchisini e'lon qilamiz va 1 ga tenglab qo'yamiz buni. Endi for sikldan foydalanamiz. -100 i kichkina yoki teng 100 ga va i ++. Ko'ramiz long operatoriga, long turiga bu son sig'armikan. Biz demak juft sonligini tekshirishimiz kerak. If shart orqali i xoliqli bo'lgan teng yoki teng emas nolga, demak ko'paytirilgan yig'inini hisoblaganimizdek qisqartirilgan holda mana bunda yozishimiz ham mumkin. Xuddi o'sha mana bu ko'rinish bilan mana bu farqi deyarli yo'q, umuman hech qanday. Iga ko'paytirib qo'yamiz va oxirida demak mana bu narsani qarab qo'yamiz. Kodni ozgina kattalashtirib olamiz. Ctrl va mishkamizning scrolling, ya'ni o'sha yumaloq knopkasini aylantirgan holda F9 tugmasini bosamiz. Bizda qandaydir xatolik mana bu yerda i teng degan joy tushib qoldi yoki bir narsani o'chirib tashladim. F9 произведение равно 0 deb chiqarib berdi bizga negadir. I teng 100, idan kichkina ko'paytirilgan ravno i. Bizda nega bunday bo'lganini bilolmadik. Aslida bunday bo'lmasligi kerak. Nega bunday xo'p, bu yerda biz buni integer qilib ko'ramiz. Juda ham chalg'ituvchi va ahmoqona savol bo'ldi. Bizdan 0 chiqayotganini sababi chunki -100 dan 100 gacha bo'lgan sonlar orasida 0 mavjud va 0 ham juft sonlar sirasiga kiradi, chunki 0 ni 2 ga bo'lganimizda 0 qoladi. Natijada demak mana bu ko'paytmamiz 0 ga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun bizdan 0 chiqayotgan ekan. Uzr so'rayman ushbu mening bilimimdagi nosozlik uchun. Demak 11-topshiriqqa o'tamiz. 11-topshiriq. Deyapti: вычислить произведение нечетных чисел от 1 до 50 с помощью цикла и вывести результат на экран. 1 dan 50 gacha bo'lgan tog' sonlarni ko'paytmasini hisoblash va ekranga chiqarish. Xuddi shu koddan foydalanishimiz mumkin. Bizda
Xo'p, faqat 1 dan 50 gacha, ya'ni i ning birinchi qiymati 1, keyingi qiymati esa 50 ga teng. Va bu yerda i ni 2 ga bo'lgandek qoldi, 0 ga teng emas deb kechishimiz kerak, chunki biz tog' sonlarni hisoblayapmiz. Ularni 2 ga bo'lganimizda bizda albatta qoldiq hosil bo'lishi kerak. F9 tugasini bosamiz va dasturimizning natijasi juda ham katta son bo'ldi. Long ga ham sig'madi menimcha. Hop, long. Xo'p, uzoq vaqtli izlanishlardan so'ng yechim topildi. Faqat ekranga chiqadigan ma'lumotimizning formati birozgina o'zgacha bo'ladi. Demak, double turni ishlatamiz. Tipini biz shunga bizga natija quyidagi ko'rinishda, ya'ni daraja ko'rinishda chiqarib beradi, lekin buning ahamiyati yo'q, chunki mana shu son agar butun songa o'tkazsak, o'sha bizga kerakli bo'lgan songa aylanadi. Xo'p, endi 12-topshiriqqa o'tamiz. Okey. 12-topshiriq. Вычислить сумму четных чисел от 10 до 20 с помощью цикла и вывести результат на экран. Sikl yordamida 10dan 20 gacha bo'lgan juft sonlarning yig'indisini topishimiz kerak. For sikl orqali ushbu misolni ko'rib chiqdik. Endi esa while yordamida ko'rib chiqamiz. Hop, demak, birinchi integer sum 0 ga teng qilib olamiz va boshlang'ich qiymatimiz, ya'ni i ning boshlang'ich qiymati qilib biz 10 ni olamiz. Demak, endi bu yerda tekshiramiz. Ushbu son, ya'ni 10 20 dan kichkina yoki teng bo'lguncha ishlasin deymiz sikl va tanasining ichida biz summamizga i sonini qo'shib qo'yamiz. Shundan so'ng i ga inkrement qilamiz. i ning qiymatini oshiramiz. Cout ishlatgan holda mana bu ko'rikni olamiz. Hop, mana bunday qilib qoldirib qo'yamiz. Endi F9 tugmasini bosib ko'rinishga tushiramiz va mana bizda 10 dan 20 gacha bo'lgan sonlarning juft sonlarning yoki juft sonlar ekan. Biz qo'shimcha if shartini ishga tushirishimiz kerak. Hop, buni olib turamiz. If o'sha eski usulimiz, ya'ni qoldiqli bo'lishni foydalanamiz. 0 ga teng bo'lsa, summani qo'shib qo'ysa. Okey. 9 tugmasi va 10 dan 20 gacha bo'lgan juft sonlarga yig'ilsa 90 ga teng. Endi ushbu kodni kommentariyaga olamizda va 13-robot ishiga o'tamiz. Demak, 13-topshiriq. Окей. Вычислить произведение нечетных чисел минус 100 от минус 100 до 1000 с помощью цикла. Demak, mana bu yerda ishlatganimiz произведение четных от минус 100 до 100. Endi esa nechotных va minus 100 dan 1000 gacha bo'lgan sonlar. Yana xuddi o'sha koddan biz foydalanishimiz mumkin. Bizda natija baribir 0 chiqadi, chunki 0 chiqmas ekan bizga, chunki top sonlar so'ralyapti. Xo'p, mana bu koddan foydalanamiz. Bizda mana bu yerda xatolik ham bo'lmaymiz. Произведение. Окей. Ошибка. Python'ning kodini buni olamiz, ozgina o'zgartirgan holda ekranga chiqaramiz. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz, demak, mana bu longni olib tashlaymiz. O'rniga
double qo'yamiz, chunki bizning longimiz ichiga -100 dan 100gacha, 1000gacha bo'lgan tog' sonlarning ko'paytmasi sig'maydi. Demak, mana tekshirdik ega bo'linmasligini, ya'ni tog' son ekanligini va ko'paytirib qo'ydik. F9 tugmasini bosamiz. Infinitive. Bizda yana muammo, ya'ni juda ham katta son hosil bo'lganligi sababli yana double ga sig'may qoldi. Okey, mana endi chiqarib berdi. Shu daraja son, buni biz internet orqali qilishimiz mumkin. Nechaga teng ekanligini, lekin bu ishni qarab qo'yib o'tirmaymiz, chunki bizga natija muhim, xolos qanday formatda chiqishi muhim emas. Xo'p, demak, dasturimiz ishladi. Keyingi laboratoriya ishiga o'tamiz. Вычислить сумму, вычислить произведение четных чисел. Bizda demak deyarli barcha misollarimiz bir xil turda ekan. Agarda muammolar bo'lsa, Telegramda lishka orqali Telegram yoki guruhimizga yozishingiz mumkin. Qolgan misollarni ko'rib o'tirmaymiz, chunki bizda shartlarda deyarli bir xil, hech qanday o'zgarishlar yo'q. Yig'indi va ko'paytma, tog' sonlar, juft sonlar va umuman boshqa sonlar mana bu yerda. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasini hisoblash so'ralyapti. Oddiy for sikli orqali hisoblaymiz buni ham. Hech qanday if shartlarini tekshirib o'tirmaymiz, faqatgina ko'paytirib qo'yamiz. Bizda shunday topshiriq bor. Xo'p, summa 1 ga teng bo'lgan holat. Mana xuddi mana shu holatdan foydalanamiz va dasturni ishlaymiz. E'tibor uchun rahmat va dars yakunida bir narsani eslatib o'tishim kerak. Agarda siz o'zingiz laboratoriya ishingizni xuddi shu koddan foydalangan holda ishlamoqchi bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak? Deylik, sizda 5-laboratoriya ishi topshirilgan. Ya'ni siz spiska bo'yicha, o'sha ro'yxat bo'yicha 5-o'rinda turasiz. Siz laboratoriya ishini ishlashingiz uchun mana bu kommentariyalarni olib tashlashingiz kerak birinchi navbatda va umuman qolgan kodlarni o'chirib tashlashingiz kerak. Mana bunday qilib. Xo'p. Mana bu barcha kodlarni olib tashlaysiz va mana shu sizning laboratoriya ishingiz bo'ladi. Juda ham sodda, oddiy. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Murodjon Samandar bo'ldik. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.